hurmatli tinglovchilar va albatta tomoshabinlar deb biz bemalol ayta olamiz va ayni damda ochiq muloqot nomlangan eshitishimizni boshlab olamiz. Bugungi suhbatimiz mavzui esa aynan yoshlarimiz mamlakatimizda ular uchun yaratilgan imkoniyatlar va ularning erishgan yutuqlari va albatta bugungi kundagi muammolar haqida bo'ladi. Ayni damda studiyamizga ana shunday iqtidorli yoshlarimizni taklif etganmiz. Tanishtirib o'taman ular bilan. Qarshi ixtisoslashtirilgan san'at maktabi direktor o'rinbosari Abbos Ahmedov va aynan mana shu maktabning iqtidorli va bir qancha yutuqlarga erishgan talabalari Qalandar Qarshiyev hamda Aslan Shodiyevlar studiyamiz mehmoni bo'lib turishibdi. Ayni damda Qarshi shahridagi Ravoq mahallasi yoshlar yetakchisi Xurshid Rasulov ham studiyamiz mehmoni va bugungi suhbatimiz mavzuini biz aytib o'tdik. Dastavval suhbatimizni ustoz bilan boshlab olamiz. Bugun yoshlarimiz uchun yaratilgan imkoniyatlar va ularning qiziqishlari, ayniqsa san'at sohasida qiziqish berayotgan yoshlarimiz uchun berilayotgan imkoniyatlar va yutuqlar haqida so'z boradi. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Mana bugungi kunda yoshlarimiz uchun juda keng imkoniyatlar, eshiklar ochilgan. Xususan san'at sohasida ham yoshlarimizga juda ko'p imtiyozlar, imkoniyatlar bor. Mana yaqinda mana shu o'zimizni ta'lim muassasamizda Qarshi ixtisoslashgan san'at maktabida tahsil olayotgan yoshlarimizni misol qiladigan bo'lsak, 60 ga yaqin iqtidorli yoshlarimiz respublika tanlovida ishtirok etishdi. Albatta bu juda nufuzli tanlov va shu tanlovni 20 nafari yuqori natijalarni qayd etishdi. Albatta mana shu tanlovni g'olibligini qo'lga kiritgan yoshlarimizga hozirgi kunda oliy ta'lim yo'nalishlarida o'zi xohlagan yo'nalishida imtiyozlar yaratilgan albatta. Ijodiy kasbiy imtihonlardan maksimal ball to'plashdi. Xudo xolasa bular oliy ta'limda o'z yo'nalishlari bo'yicha o'z sohalarini davom ettirishlariga keng imkoniyatlar yaratilgan. Jumladan mana shu studiyamizda mehmon bo'lib turgan o'quvchilarimiz ham xudo xolasa o'zlari tanlagan yo'nalishlar bo'yicha O'zbekiston Davlat konservatoriyasi hamda O'zbekiston Davlat san'at madaniyat institutida talaba bo'lish baxtiga musharraf bo'lib turishibdi. Demak, halitdan o'sha talaba bo'lish imkoniyati berilgan bugun yoshlarimizga, to'g'rimi, tabriklab olamiz. Va kechagina o'sha yoshlar kuni munosabati bilan yurtboshimiz tomonidan yana ham katta imkoniyatlar berildi, to'g'rimi? Bu borada o'sha qanaqa bir fikrlarni ayta olasiz? Marhamat, o'sha erishgan yutuqlaringiz haqida tinglovchilarimizga, tomoshabinlarimizga aytib bering, faxrlanib. Avvalambor assalomu alaykum. Biz kunigacha o'tkazilgan yosh ijrochilar respublika ko'rik tanlovida faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdik va oliy ta'limga o'qishga kirishga imtiyozli tarzda o'qishga kiradigan bo'ldik va ijodiy imtihonimizda maksimal ball qo'yib beriladigan bo'ldi va bu sharoitlarni yaratib bergan respublikamiz prezidentiga, ya'ni hamyurtimiz prezidentimizga minnatdorchilik bildiramiz, to'g'rimi? Katta minnatdorchilik bildiramiz. Hayajon bor, to'g'rimi? Aynan o'sha san'atni qaysi yo'nalishda tahsil olyapsiz? Xalq cholg'ulari yo'nalishi primarbob bo'yicha tahsil olib kelmoqdamiz hozirda. Qarshi ixtisoslashtirilgan san'at maktabini 2-kursini tugatdik va xudo xohlasa bu yil oliy ta'limga o'qishga topshirganmiz. Sizga yana ham omad tilaymiz va aynan bugungi suhbatimiz davomida sizdan yaxshigina bir ijro kutib qolamiz, to'g'rimi? Marhamat. Yuqorida aytib o'tilgandek, yosh ijrochilar ko'rik tanlovidan oliy o'rinlarni qo'lga kiritdik. Xudo xolasa yurtboshimizga bu sharoitlar uchun ming rahmat aytib qolamiz. Albatta bizga berilgan e'tiborlar uchun rahmat kattakon. Umuman bugun o'sha berilayotgan imkoniyatlardan qanaqa bir his-tuyg'ularni his etyapsiz? Ko'nglingizda nimalar bor? Rejalar qanday bo'lyapti? Umuman mana shu qadam tashlaguncha ko'proq nimalarga e'tibor qaratdingiz? Albatta ustozimiz yo'l yo'riq ko'rsatganlar boshida avval. Hozirda men Qarshi ixtisoslashgan san'at maktabida bas gitara bo'yicha estrada yo'nalishida tahsil oldim. Xudo xolasa bu yil bitirdik. Endi nasib bo'lsa O'zbekiston Respublikasi san'at va madaniyat institutiga
o'qishga topshirdik, dokument topshirdik, xudo xolasa yaqin tez Hujjatlarni oralarda. topshirib oldingiz, Albatta to'g'rimi? tez oralarda ijodiy imtihonlar, test imtihonlari bo'lib o'tadi. Albatta omad tilashingiz mumkin. Xudo xolasa hammamiz ustozlarimiz yuzlarini yorug' qilib eslarga kirishimiz. Omad. Eslatib o'tamiz, azizlar, bugungi suhbatimiz to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatilyapti. Mavzuga doir qiziqtirgan savollar, takliflar, fikrlar, mulohazalar bo'ladigan bo'lsa, kod 75 221 1030 telefon raqami orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Yonginamda turgan Xurshid Rasulov ham bir qancha yutuqlarga erishgan yoshlarimizdan biri hisoblanadi va u kishini ham rejalari bo'lgan, to'g'rimi? Shu bilan birga mahallada yoshlar yetakchisi bo'lib ham yuritib kelasiz, to'g'rimi? Faoliyat. Umuman nimalar demoqchisiz bugun? Bugun o'zi avvalambor assalomu alaykum. Taklif uchun katta rahmat. Yurtboshimiz tomonidan yaratilayotgan imkoniyatlar juda keng. Qolaversa, hozir kecha kunduzda har bir yosh e'tibordan chetda qolgan emas. Bunga yaqqol misol keltiradigan bo'lsak, kuni kecha yurtboshimizni Zoom orqali, ya'ni video selektor orqali uchrashuvda bir gapni ta'kidladilar. Oldin paxta dalasidan ehtiyojmand oila farzandlari Garvard o'qishlariga yoki top universitetlarga o'qishga kirishi hayolimizga ham kelmagan degan gaplarni aytib o'tdilar va bunga yaqqol dalil sifatida bir tashabbuslarni bir keltirib o'tsam bo'ladi. Har yili endi shu yildan boshlab har yili o'sha Garvard oliygohlariga, Kolumbiya oliygohlari, ya'ni top 300 talikka oliygohlariga kiradigan o'sha oliygohlarga 3000 nafar yosh tayyorlanadi. Ularning 3000 nafar yoshning ichidan 300 nafari ehtiyojmand oilalardan bo'ladi. Ya'ni ular o'sha oliygohlarga tayyorlanadi, ularga grant ajratiladi. Qolaversa, o'z bilimiga, o'z salohiyatiga, undan tashqari sport qobiliyatiga o'zini ko'ra olgan yoshlar uchun 5 tashabbus olimpiadasi ham joriy etilgan. Bu borada har bitta sport turi, shaxmat, shashka, voleybol sport turlari har bittasi keng rivojlantirilgan. Bu narsa bo'yicha har bitta yoshimiz e'tibordan chetda qolgan emas. Sababi sport tadbirlari bo'yicha ham, bilim ko'nikmalari bo'yicha ham, hattoki mana ehtiyojmand oila farzand bo'lgan taqdirda ham o'zini sal bo'lsa ham shijoat, g'ayrat deydi-ku, o'zimizda shunaqa narsa bo'lsa, albatta hozir kecha kunduzda marralari, yutuqlarga erishsa bo'ladigan zamonda yashayapmiz, ko'z tegmasin. Bugun yoshlarimiz qaysi bir sohaga ko'proq qiziqishyapti? Bugun kecha kunduzda juda qiziqarli savol berdingiz. Hozirgi kunda yoshlarimiz ayniqsa zamonaviy texnologiyalarga, IT va zamonaviy kasblarga ko'proq qiziqishyapti. Chunki ulardagi topilayotgan daromad ham, ulardan olinadigan bilim ko'nikmalari ham juda yuqori. Qolaversa, jahon davlatlarida ham bu sohalarga ehtiyoj juda yuqori hisoblanganligi uchun bu yo'nalishlarga yoshlarimiz juda katta qiziqish bildiryapti. Kuni kecha davlat rahbarimiz ham shu narsani ta'kidlab o'tdilar. O'sha zamonaviy texnologiyalarga, zamonaviy kasblarga qiziquvchi yoshlar uchun maktablarda o'sha biznes g'oyalari, o'sha zamonaviy kasblarga o'qitish bo'yicha o'zlarini tashabbuslarini aytib o'tdilar va ularni ichida zamonaviy kasblarni maktablarda, ya'ni maktab o'quvchilari, bitiruvchilari uchun o'sha zamonaviy kasblar bo'yicha tanlovlar o'tkazish va g'oliblarni o'z o'sha tanlov yo'nalishi bo'yicha chet el davlatlariga ko'nikma olish uchun yuborilishini ta'kidlab o'tdilar. Xudo xolasa bunaqa imkoniyatlardan yoshlarimiz keng foydalanadi degan umiddaman. Demak, bunaqa imkoniyatlarni albatta qo'ldan boy bermasligi kerak, to'g'rimi? Endi domla, bugun o'sha san'atga biz qaraydigan bo'lsak, aynan mumtoz san'atiga ham yoshlarimiz qiziqishyaptimi? Albatta, o'zi mumtoz yo'nalish, ayniqsa maqom, baxshichilik bu davlat darajasiga olib chiqilgan. Davlatimiz siyosati darajasiga olib chiqildi. Bugun e'tibor katta. Shunday ularga yaratilgan imkoniyatlar ham keng. Albatta hozir mana Qashqadaryo misolida oladigan bo'lsak, yaqinda prezidentimiz Qashqadaryoga o'z tashriflarini qildilar hamda o'zi viloyatimizda 25 nafar bolalar musiqa va san'at maktablari faoliyat yuritardi. Chiroqchi tumanida Ko'kdala
tuman ajralib chiqqandan keyin u yoqda ham juda nufuzli respublikada bitta hozircha baholanib turgan musiqa maktabi tashkil qilindi. Bu yoqda ham vazirimiz Ozodbek Ahmadovich tashrif buyurganlarda ham ayniqsa maqom baxshilik yo'nalishlariga urg'u berildi. Sababi bitta narsani aytish kerak, har bir davlatni aslida qanday ekanligini bilishni xohlasangiz, uni maqomiga e'tibor berish kerak degan gaplar bor. Albatta maqomi bor davlat juda uzoq o'tmishga borib taqaladi. Aynan bu san'at sohasida aytilgan, nazarimda to'g'rimi? Xuddi shunday. Masalan, endi maqom ota-bobolarimizdan bizgacha meros bo'lib kelayotgan an'anaviy bir san'at turi hisoblanadi. Shu borada ham shu an'anaviy yo'limizni saqlab qolish, uni kelajak avlodga bekam ko'z yetkazish maqsadida mana shu sohani ustalari, ustozlariga juda katta e'tibor qaratilgan desak to'g'ri bo'ladi. Siz qaysi yo'nalishda tahsil berasiz? Men o'zim orkestr dirijorligi yo'nalishida va Qashqar rubob yo'nalishlarida dars beraman. Bizaniki mana shu O'zbek milliy cholg'ular orkestri hisoblanadi. Hozir endi talabalar nimadir bizga ijro etib bera oladimi? Berish imkoniyatlari bormi? Qalandar do'stimizdan ajoyib bir ijro eshitamiz. Marhamat. Hozir tayyorgarlik ko'rib olish kerak. Albatta, instrumentlarni sozlaydi. Birozgina, to'g'rimi? Ungacha Xurshid opa keling, kecha meni hayratga solgan narsa haqida gaplashib o'tamiz. Kecha o'sha yig'ilishda o'tirganimda, ya'ni davlatimiz rahbari o'sha selektorida qatnashganimda, meni shu narsa hayratga soldiki, hech qaysi bir davlatda hali men ko'rgan emasman, yoshlarga bunchalik e'tibor berilganligini Haqiqatan va shunday. davlat rahbari, davlat boshi o'sha o'zimizda davlat rahbarimiz to'g'ridan to'g'ri yoshlar bilan to'g'ridan to'g'ri gaplashganligi, ular bilan suhbat qilganligi, qimmatli vaqtini ayamaganligi borasida bir juda bir menda qiziqish, bir o'zim yashayotgan yurtimda bir faxrlanish hissi uyg'ondi. Qolaversa, biznes olamida Xurshid opa bilasizmi? Bir gap bor. O'sha eng yaxshi investitsiya farzandingizga qilingan investitsiya deyiladi. Bu albatta ta'lim. Ta'lim, xuddi shunaqa ta'lim. Davlat rahbarimiz ham bizani qaysi otamiz ham mana yoshlarimiz farzandlarimiz deb oladigan bo'lsak, farzandlarim o'qish uchun men kerak bo'lsa, mana kreditni ham hammasi yo'l-yo'riq ochib beraman. Iqtisod jihatdan ham, ma'naviy jihatdan ham hamma yo'lni ochib beraman. Sizlar faqat o'qisanglar, kuch-g'ayratga to'lib, vatanimiz bayrog'ini ko'klarga ko'tarib, yuzimizni oqlasanglar bo'ldi degan gaplarni ilgari surdilar. Bu narsa shu narsani yaqqol daliliki, o'sha kelajagimiz yoshlar qo'lida ekanki, biz davlatimiz rahbari o'sha yoshlarga shunaqa imkoniyat, ko'nikmalar, shart-sharoitlar yaratib bermoqda. Hali men ko'rmadim birorta tashkilotga bunchalik e'tibor berganligini yoki bunaqa qaratilganligini. Bugun barcha tizimlarda e'tibor shunday. Bizga telefon bor ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Apa bizlarga mana nimalardan gap. Oldin tanisha olamiz. Va aloqada nosozlik bor. Menimcha radiodan uzoqroqda turib gapirganingiz ma'qul. Tashqaridanmi? Eshityapmiz sizni. Endi eshityapsiz. Aha. Bizlarga masalan milliy san'at Aloqada nosozlik, uzr. Yana bog'lanishga harakat qilasiz va biz suhbatimizni davom ettiramiz. To'g'risini aytsam, bugungi yoshlarga nihoyatda havasimiz keladi va yosh bo'lib qolgingiz keladi qaytadan. Agar mana shu berilayotgan imkoniyatlardan foydalanmasa, bu yoshlikni behuda o'tkazgan hisoblanadi-da. Yoshlikda olingan bilim o'sha toshga uyilgan naqsh kabi bir umr bizga xizmat qilib beradigan bir soha hisoblanadi-da. Umuman
kechagina o'sha prezidentimizni aytgan tabriklarida ham, nutqlarida ham berilgan imkoniyatlarni ko'rib nihoyatda xursand bo'ldikda. Umuman yoshlarimizga ham mana shunaqa qanot bo'ldimi? Shu tabrik yurtboshimiz tomonidan. Kecha ham o'sha tabriklarida bir gapni ta'kidlab o'tdilar. Birinchi va ikkinchi Renesansda bobokalonlarimiz, ajdodlarimiz qo'ygan bo'lsa, mana tarix sizlarga imkoniyat beryapti. Tarix sizlarga shu narsani yo'l ochib berdiki, yoshlar 3-Renesansni yoshlar quradi, 3-Renesansni yoshlar yaratadi degan gapni o'zi juda bir katta ishonch, katta bir mas'uliyatni zimmasiga oladigan gap hisoblanadi. Bu gapni menimcha har bitta o'sha yosh o'zida bir vatanga bo'lgan tuyg'usi bo'lgan yosh o'zida bir kuch g'ayrat, yana ham ishonch, orqamizda yurtboshimiz turibdi degan ishonch bilan baralla aytishi mumkin hisoblanadi. Tadbirkorlikni o'sha biznesni o'ziga biznes g'oyalari bor yoshlarimiz uchun ham katta imkoniyatlari bor. Shunaqa. Mahallalarda aynan o'sha tadbirkor yoshlarimizni bugungi yutuqlar haqida nimalarni ayta olasiz? Men shu narsani ayta olamanki, o'z mahallamdan kelib chiqqan holda aytishim mumkinki, mana kuni kecha hokim yordami mahalla 7 tiligi ichida hokim yordamchi lavozimida ishlaydigan vakil bor. Shu kishidan mani tavsiya, mani yo'llamam orqali o'sha bitta yoshimiz bor edi. U tikuvchilik bilan shug'ullanardi. Mono markazda o'sha tikuv kurslariga yo'llanma berilgandi, bepul o'qib chiqqandi, lekin ehtiyojmand oiladan edi. Kuni kecha o'sha suhbatlashdik. Sen davay, sen shunday qilgin, hokim yordamchidan 100 million kredit olgin. Sen mana shuni tikuvchilik sexini yo'lga qo'yamiz. Demak, mana shunaqa takliflar ham beriladi. Beriladi. Va u yosh bo'lishiga qaramasdan, endi kimligini aniq aytmayman. Yosh bo'lishiga qaramasdan shu narsaga qo'rqmay, shaxtam qadamlar bilan shu narsani yo'lga qo'ydiki, kreditni oldi va hozirda bitta kichkina joyda 10 tani tikuv mashina oldi. Demak, 10 nafar ish o'rni ham yaratildi. Undan tashqari meni hayratga solgan shu narsaki, hali daromadga chiqmagan yosh fuqaro hozirgi kecha kunduzda o'sha o'z tovarlarini, o'z mahsulotlarini bozor iqtisodiyotiga olib kirishi, bozorga kirib borishi va tovar almashinuvi. Hozir kecha kunduzda men bir qiziqib so'rab ko'rdim. Daromadi qanday bo'lyapti, yaxshi ketyaptimi, qiyinchilik bo'lmayaptimi deganimda, Xudoga shukr, ming qadar shukr. Mana davlatimiz rahbariga shuncha imkoniyat yaratib berayotganligiga cheksiz minnatdorligimni bildiraman va hozir kecha kunduzda daromadim oyiga 10 milliondan 15 milliongacha ortgan va bu ko'rsatkich yana ortib borishiga men ishonaman degan shaxtam qadamlar bilan gapirdi. Bilasizmi, tadbirkorlarni yana bir muammosi bor, bu o'sha ishlab chiqargan tovarini sotish. Bu narsa borada ham imkoniyatlar bor, to'g'rimi? Bu narsa bo'yicha shaxsiy rivojlanishida mana marketingga e'tibor berish kerak ko'proq deb o'ylayman. Endi chunki hozir kecha kunduzda tovar mahsulotlarini shunchaki emas, hozirgi insonlar, hozirgi zamon insonlari sifatli bo'lish kerak. Sifatiga va qolaversa reklamasiga e'tibor bermoqda. Hozirgi yoshlarimiz ham, hozirgi yosh avlodlar ham televideniya orqali emas, balki o'sha reklama orqali, o'sha ijtimoiy tarmoqlar orqali, telefon orqali va o'zini sifati orqali dong taratgan holatda o'sha mahsulotlarni xarid qilish mumkin. Bu narsa bo'yicha chuqurroq yana ham marketing bilan ishlash kerak deb o'ylayman menimcha. Keling, birozgina musiqiy tanaffus e'lon qilib olamiz, to'g'rimi? Ijro sizdan. Bizni mana shunday iqtidorli yoshlarimiz borligi, bu bizni qanotimiz hisoblanadi. Marhamat. Rahmat ijro uchun. Umuman bu kuyning nomi qanaqa?
Bu kuyning nomi Chorgoh rapsodiyasi deb nomlanadi. O'zini tarixiga ega, to'g'rimi? Aynan siz o'sha tanlovlarga mana shunaqa musiqalarni ijro etib berdingizmi? Albatta. Nimalarni ayta olasiz? Ijodingiz haqida, o'sha yutuqlaringiz haqida kengroq bir ma'lumotlar aytib o'ta olasizmi? Mana bugun o'sha maktabni tugatmasdan turib hali talaba bo'lishga erishdingiz, to'g'rimi? Bu konkursimizda asosan ko'proq kuy chalinadi, chunki katta nufuzli konkurs bo'lgani uchun 3 ta turdan iborat. Bu kuylarda shaxsan mana shu kuyni ham chaldik, ijro qildik konkursda va o'zbek milliy kuylarimiz bor edi. Jahon klassika, Sara Durdona asarlaridan bor edi va rus klassik kompozitorlarining asarlaridan ham bor edi. Shularni ijro qilib o'tdik. Necha yildan beri san'at yo'nalishida tahsil olib kelasiz? 7 yilcha bo'lib qoldi. Yaxshi. Keling, siz ham aytib bering. Shu haqda bugun siz ham talaba bo'lgansiz, shundaymi? Albatta, xudo xolasa. Qaysi bilim yurtida endi? O'qishni davom ettirasiz? O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutiga. Xudo xolasa men san'atga kirganimga 7 yildan oshdi. Esimni taniganim beri san'atkor bo'lish orzusida yuraman va hozir men bas gitara mutaxassislikdan tashqari ikkinchi mutaxassisligim ham bor, ya'ni musiqali teatr rejissyorligi bo'yicha. Albatta institutga o'sha yo'nalish bo'yicha topshirdim. Albatta ikkita yo'nalishda ham olib ketishga harakat qilaman. Qo'limdan keladi albatta. Albatta bir she'r o'qib bermoqchiman. Marhamat. Rejissyorskiy bo'yicha, aktyorskiy bo'yicha Muhammad Yusuf ustozimizni, shoirimiz oxirgi she'rlaridan biri. Rizqim uzilganga o'xshaydi chog'i. Izlana hech qanday tashxis va malham, to bora avjlanar dardning o'chog'i. Yetolmasam kerak Toshkentgacha ham. Tik qo'y kuzatmagan vujudim og'rir. 50 qali degan yurtda ne gunoh, vatanni sharqida tug'ilib oxir g'arbida o'lmoqni bitibdi Alloh. Ig'vo tarqatmanglar maza bemaza. Mabodo yuz bersa biror bir korxol Toshkentda ochmasin hech qanday aza. Sim qoqqin Abdulla Orifga darhol. To'xta aytib qolay jon pishmasdan, hammasi joyida, sev, stol, palos, faqat yozuvchilar uyushmasdan bir varaq ariza qarzim bor xolos. Aytgancha stolim chap tortmasda bir shoir yigitning qo'lyozmasi bor. Adashmasam edi yurtga qasida, shuni nashriyotga taqrizga yubor. Og'zim quriyapti, suv ber bir qultum. Ruh uzun ulfati jondan toymoqda. Ota bo'lib men nima ham ko'rdim. Yuragim kuymoqda, ichim kuymoqda. O'lsam 4 bolamga bo'ladi og'ir, ehtimol ular ham qilishar toqat, yig'lashib ko'nadi oxir. Onamni ko'ndirib bo'lmaydi faqat. Kor qilmas unga hech himmatingiz, o'zin ado qilar jonini ya. Ayting sekingina Muhammadingiz. Ketdi Muhammadning yoniga deya. Soat necha bo'ldi? Qosh qoraydimi? Jonga tegdi dersan shu shoir ham, menga havo yetmas, jon to'raydimi? Buncha xayolladi Azroil ham. Kelishini kutamiz endi na chora. Bir shoir jonidan intiqomi bor. Aytgancha 3 kundan keyin bechora Nozima qizimning imtihoni bor. Nima bo'lar a? Rektorga borgun, iltimos qilib uchrab o'ziga, teksa tegibdi yordam axir. Muhammad Yusufning bitta qiziga. Albatta bu uzun she'r, davomi bor. Haqiqatan Vaqtimiz ham yetmaydi albatta. buni ko'p eshitganmiz va azizlar ayni daqiqalarda mana shu onlarda bugungi suhbatimizga yakun yasaymiz. Siz demak ochiq muloqot deb nomlangan eshittirishimizni va ko'rsatuvimizni tomosha qildingiz va boshlovchi Xurshida Sharopova, e'tiboringiz uchun tashakkur aytamiz va bizdan aslo uzoqlashmang.